Zaryadim 3%. Zaryadlash stansiyasigacha yetib bora olamanmi, yo'qmi? Shu savol meni qiynayapti. Sababi bitta ilovaga kirib ishonib borgandim. Zaryadlash stansiyasi yo'q ekan u yerda. Hozir Rod 24 ilovasiga kirib bitta joyga boryapman. Qani haqiqatan ko'rsatadim, yo'qmi ko'ramiz. 3% zaryadim. Hozir gazni bossam ham tortmayapti. Menga o'xshab bunaqa risk qilishingizni maslahat bermayman. Mabodo yo'lda o'chib qolsangiz, evakuator xizmatini chaqirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun zaryadni doim balansda ushlab yuring. Bilganlar izohda yozib qoldirsa, hozir 2% manda, 0% bo'lsa yana necha kilometr yura olardim elektromobil bilan. Rod 24 ilovasi bo'yicha keldim. Mana Abu Bakr masjidi oldida deb ko'rsatyapti. Qani haqiqatan bormi, yo'qmi ko'ramiz. Voy. Zaryadlash stansiyasi bor ekan. Faqat joy bormi ekan? Mana ko'rsanglar bo'ladi, 2% zaryad bilan zaryadlash stansiyasiga yetib keldik. Rod 24 ilovasi menga juda ham yordam berdi. Ya'ni Rod 24 ilovasiga kiradigan bo'lsak, bu yerda biz elektr stansiyalardan tashqari metan, gaz, ya'ni benzinlarni tanlab bemalol qayerda joylashganligini ko'rsak bo'ladi. Men hozir Toshkent shahridan tashqari Sirdaryo shahridaman. Toshkent shahrida ham butun O'zbekiston bo'yicha qayerda bo'lsa hammasini bu yerda ko'rsatib beradi. Shuning uchun sizlarga ham Rod 24 dan ushbu bo'limni foydalanishlarini maslahat beraman. Sizlarga lifehack, hozir zaryadlash stansiyasida turibman, hammasi o'chirit, egalari ko'pida yo'q. Mabodo qaysi biridir zaryad to'lib qolsa, egasi kelmasa, Rod 24 kiraman, bu yerda avtosignal bo'limi bor. Qaysi biridir zaryad to'lsa, egasini chaqirish maqsadida, ya'ni ogohlantirish maqsadida avtomobil raqamini skanerlab, sразу qo'ng'iroq qilsam bo'ladi.